Assalomu alaykum, Gulgina Sonim. Qanday ahvolingiz? Yaxshi tudingizmi? Va alaykum assalom. Allohga shukr. O'zingizcha da salomat tudingizmi? Yaxshi, rahmat. Bugun bu guvohlik berish chaqirig'ini anglab, yo'lni yiroq demay, shu safoga kelibsiz. Nihoyatda suyundim. Alloh rozi bo'lsin. Bugun shu istiqloldagi guvohlik berish ishida siz muxbirlik vazifasini ustingizga elib, butkul kelgan bir yuzda qarindishimizningki, ayol hamshirlarimizninki dard alamini anglab, vatanda shehid bo'lgan, vatanda turmada yetayotgan qarindoshlarimizningki shu beshidan kechirgan jarayonlarni anglab, qanday hissiyotda bo'ldingiz, nimani his qildingiz? Shuni bir ko'pchilik bilan o'rtoqlashsak deb o'ylayman. Bo'ladi. Men Zaytun bo'ldim bu istiqlolga kelgan vaqtimda yo'lda o'yladimki, bu guvohlik berish chaqirig'iga qanchalik qarinishimiz ovoz qata deb bir qalbimda bir ansirash bordi. Shunda bu yerga kelgandan keyin qarasam shunda ko'p akalarimizni, dadalarimizni, ajilarimizni, hadilarimizni, undan kichik bolalarni, cho'ng opalarimizni ko'rdim. Ashu jiroq yerlardan, uylardan shu guvohlik beramiz, shu chaqiriq ovoz qatimiz deb kelibdi. Shunchalik suyundim. Bir yuzcha odam qarindoshlarimizni ko'rdim. Ularni undan chaqiriqqa shu guvohlik berishniga sinig'a elish jarayonida har biri mikrofon tanlagan vaqtimda shunchalik qalbim shunchalik bir azoblandi. Chunki ularning har bir kechirmishlari insonning tasavvuridan halqib ketgan shunchalik ochiq kechirmishlarga ega ular. Ba'zi qarindoshlarimizning sabiy kichik umoq farzandlari vatanda qolgan, ich qolmagan, ba'zi qarindoshlarimizning erlari qolib qolgan, ba'zi qarindoshlarimizning urug' tuqqanlari qolib qolgan, jazo lageriga solangan, muddatsiz kesilgan, hatto ba'zi qarindoshlarimizning 15-16 yoshlardagi o'sha urug' tuqqanlarning, o'sha kichik bolalarning Xitoyga qarshi turdi degan bana sababdan naq maydonda aytayotgan ashula kechirmishlarni anglab shunchalik azoblandim. Ko'nglim qattiq yerim bo'ldi. Shu qarindoshlarimiz shu guvohlik berish jarayonida shunchalik hayajonlanib, bas-basda shu bilgan anglaganlarni hammasi qo'ymay so'zildi. Ularning shu guvohlik berish chaqirig'iga shunchalik ovoz qetib, aktiv ovoz qetib, Xitoy tajovuzchilarining xalqaro bilmaydigan shu jinoyatlarni abdibashasini ichib tashlashda shunday bir rol o'ynagandan shunchalik suyundim. Shu qarindoshlarimga rahmatimni bildiraman. Allah ulardan razı olsun. Yani bir gap bu bazı qarindoshlar bu biz shu chet el muxbirlariga bersak bo'ldi guvohlikni deb shundaq bir ko'z qarashlar borki, siz buni qanday qaraysiz? Men buni nisbatan mening o'ylaydiganim mayli chet ellik muxbirlar kelsin, bizni ziyorat qilsin yoki o'zimizning Istiqlol televiziya stansiyasidan bo'lsin, muhimi kimning bizni ziyorat qilishi muhim emas. Muhimi bizning bu yerda bir g'ayrat kelishimiz, g'ayrat kelib shu o'zimizning urug' tuqqanlarimiz uchun, farzandlarimiz uchun, yaqin yeruqlarimiz uchun, qarindoshlarimiz uchun bir mujadala qilish, bir kurashga atlangan ro'yi bu eng muhimi shu. Men bugun bek suyungan ba'zi qarindoshlarimiz bo'ldi. Ota-onalari urug' tuqqanlarining so'linib ketganini bilmaydi-ku, lekin do'st birodarlarining shu birga tijorat qilayotgan qarindoshlarininki so'linib ketganligini anglab, shularga guvohlik bermoqchi bo'lib kelibdi. Endi bu ota-onalari bola chaqalarini o'ylayamamdi yoki ashlar guvohlik berishdan nima to'sab qoldi? Shundaq bir oramizdagi shundaq qarindoshlarimizga sizning qanday xitoyingiz bor endi? Mening bu muhojirat yashayotgan qarindoshlarimga deydigan yurak so'zim, hammamiz bir harakat qilaylik. Chunki hozir Sharq Turkistondagi shu 35 million Uyg'ur xalqi, shu qarindoshlarimiz hozir qanchalik qoldi bilmaymiz. Shu qarindoshlarimiz bir ig'ir bir yo'qolish girdog'iga berib qoldi. Hozir shu yo'qotib yetish bir xavfiga duch kelmoqda. Hozir Xitoy tajovuzchilarining bu vatanda yurgizayotgan bu siyosatlari Ikkinchi dunyo urushidagi Germaniya natsistlar armiyasining Yahudilarga qarshi yurgizgan ilib borgan qirg'inchilik siyosatlaridan qirg'inchilik qilgan jazo lageridan nechasi ish bitdi. Hatto
Şu Mısır firavini, zalim firavini, xudolik da'vosi qilgan şu firavin hozir hayot bo'lgan bo'lsa, mush Xitoyning mush hozirgi siyosatlariga, mush jinoyatlariga hayron qolgan bo'ladi. Hatto firavinda imma ishib ketdi bular. To'g'ri dedingiz. Endi mening deydiganim mush muhojir yashayotgan qarindoshlarimiz biz düşmanimizni aniq tonidik. Vatanimiz Sharq Turkiston, millatimiz Uyg'ur, dinimiz Islom. Bizning düşmanimiz zalim Xitoy tajovuzchilari bizning vatanimizni besib olgan, bizning shu go'zal vatanimizdan bizning o'shadan haydab chiqargan, ya bizning shu yerdan ketishga majbur qilgan shu Xitoy tajovuzchilarini aniq tunigandan keyin ikkinchi qatamda qildigan ishimiz cho'qim Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilish. Bu kurash qanday bo'ldi? Hozir bizda qo'limiz qurol elib, u Xitoy tajovuzchilariga qarshi tura oladigan bizning harbiy kuchimiz yo'q. Her jihatdan yoki bizning yetarli bir iqtisodimiz yo'q. Biz nihoyatda bir ojiz holatda, lekin ojiz deb o'tiraveramiz, sukut qilamiz, uyda o'tiraveramiz. Cho'qim biz duomi qilamiz, duo bilan tang sababnimi, harakatni qilamiz. İkisi o'ng tanasib kelganda Alloh taolo buning bizga natijasini chiqarib berdi. Biz uyda o'tiraversak bo'lmaydi, uyda o'tiraversak mushu tip-tinish holatda yo'qolib ketamiz. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan shu jinoyatlarni xalqaro bilmaydi. Biz fosh qilishimiz kerak. Chunki biz yashab o'tdik, shohid bo'ldik. Ham urug' tuqqanlarimiz shu yerda, bizning qavm qarindoshlarimiz shu yerda. Biz shu qarindoshlarimiz uchun harakat qilmasak, bu bizni qiyomat kuni buning so'ri qo'yib qolamiz. Bu bizning imoniy va vijdoniy burchimiz bu. To'g'ri Bu kurashga atilishimiz. Tünügünki Xitoyninki bizning oramizdan chiqqan qini buzuq bir munofiq Xitoyninki Birlashgan Millatlarda guvohlik Xitoyga yambis guvohlik berdi. Endi bu hech qanday zulm qilmadik deyapti endi. Xitoy shunday tinib oldi-ku hozir. Qilmadik tekshiringlar deb gapni yo'g'on qilyapti. Endi bunday sharoitda bizning sukut qilib turishimiz sizce qarindoshlarimizni shu dar oldiga so'rab bag'aliq bo'lamdi. Albatta. O'zimiz ishtagan bo'lamdik yoki biz bir mushta sukutda qolsak, u qarindoshlarimiz qutulib qolamdi sizingcha? Yo'q, hargizim qutulib qolmaydi. Xitoy nihoyatda hiylagar bir dushman. Bizning dushmanimiz hech qanday bir dushmanga o'xshamaydi. Men shu munofiqning, shu Qaysar degan munofiqning asha guvohlik berganda ko'rdim. Qattiq g'azablandim. Lalatlar o'qidim uningga. Şu Xitoy o'zi botil e'tiqodda turib, shuning qilyapti butun jinoyatchi turib, qotil turib, o'zining ash jinoyatlarini yepishga urinayotgan bir sharoitda biz haqtinda biz Allohning yo'liga ergashgan biz musulmon turib, nima uchun biz bu kurash qilmaymiz? Biz to'g'ri yo'lda. Bizning da'voyimiz haq da'vo, rostchil da'vo, uning ustiga Sharq Turkistondan iborat bir zamin. Haqiqatan azaldan Alloh bizni yaratgandan tortib bizga tava zamin. Alloh taolo u zaminni bizga berdi. Lekin nurg'un ishlar tufayli, nurg'un davlatlarning ziyonkashlik qilish tufayli ham o'zimizning ichidan chiqqan munofiqlar tufayli vatanni qo'ldan berib qo'ydik. Lekin unda deb uni umidsinib o'ttirsak bo'lmaydi. Hozir bizning kurash qilgan vaqtimiz, uxlab yotgan vaqtimiz. Dasturdigan vaqtimiz. Dushmanning qarshisiga chiqadigan vaqtimiz. Albatta, ba'zi chog'larda yushirib oladigan vaqt emas. Ba'zi chog'larda namoyish qilib qarshiligimizni bildirsak, ba'zi chog'lar bo'libmi hozirgi vaqtda namoyish qilib tinch yetilish to'g'ri usul emas. Namoyishmi qilamiz vaqti kelganda, o'tgan yil 7-yanvar chiqdik. Alloh rozi bo'lsin, shu qarindoshimiz shunchalik issiqda, shunchalik shu maydonga patmay qol saldak oqdiq shu yerda, Xitoy konsullarining oldida namoyish qildik, shuart oldik. Allah razı olsun şu qarindoshlarımızdan. Emdiki işimiz çoqum biz Xitoyning jinoyatlarini bütün xalqaraga oshkorlashimiz kerak, şu guvohlik berishimiz kerak. Biz haqiqiy shohid şu. Sizce bizning ustozlarimiz buningga bosh bo'lish kerak, shunaqmi? Albatta. Ustozlarimiz ko'p tashviq qilish kerak. Ham o'zimi chiqib, ularni ilhomlantirish kerak, shunaqmi? Ular boshlab berish kerak. Ular boshlab bersa, biz orqadan chiqishimiz kerak. Orqadan chiqamiz. Shuni Hem de gerçekten de başlayamayız qaz ustalarımız yani özümüzün vicdanı özümüzni uyg'otib ishtirish kerak şu maydonga. Hem de unda deb yani ularni yana ular qilmadi, bizi qilamdiq deyishning ajitsiz. U sen qilsang men tuttiray deydigan ish emas. Hozir hammamizga farz ayin bu. Bu kurash farz ayin. Biz kurashning shakli har xil bo'ldi. Bizning hozir qudratimiz yetadigan, qo'limizdan keldigani guvohlik berish. Mush guvohlik berishni mushu mücadele qilayotgan barliq tirishayotgan Sharq Turkiston davosida
başlamçılıq rolunu oynayatqan təşkilat başları, ölmalarımız həmmisi muşunğa bir ilhamlandırış gerek dep Elbette. oylamsınız. Bugün bu ben Ülümalar Birliği'deki ustazlarını gördüm. Şunca suyundum. Ulamı var. Şu aramızda İnşallah. ayyalarını arstım. Şu ustazlarımız var. Hemmemiz Ulardan, suyunduk. evet, bek suyundum. Ulardan edilerimizin, çoğun abdüllerimizin şunçilik bek suyundum. Ulardan Texmo xalqimizni mush haqda mücadele qilishga ustozlarimiz turtki bo'lish kerak. Elbette. Bunu köprek teşvik kılış gerek. To'g'ri. Köprek teşvik kılış gerek. Hazır hem de biz qandaq ibadet qilish, qanday aqida yaşash hammani Alloh xolsa biz bilimiz. Bu to'g'riliqmi darsi qilinsin Qilinsin, ham. ha. Mushu Sharq Turkiston Düşmanning oldida Xitoy qanday kurashga dushman qanday taqobil turishi usulini bizga ko'rsatib bersin. Bizga ko'p ilhom bersin, o'rgatsin. Bunday qilsak texmo bu ishlarimiz olg'a bosdi inshaalloh. Bu Rahmat. Vaqt munosabati bilan eshakchi paralashayli. Yana bir fursat bo'lib qolar. Rahmat sizga. Alloh razı olsun sanım. Sizga rahmat.